20 yillik Koreyadagi hayotingiz davomida nima topdingiz-u, nima yo'qotdingiz? Umrimni yo'qotdim deb aytaman. Unda nima sizni shuncha yil ushlab turibdi shu yerda? Insonni unaqa tahqirlash, unaqa narsa, unaqa yuqori emas. Javoblaringizdan kelib chiqib bildim. Demak, siz kelajagingizni Koreyada ko'rmaysiz-a? Ketish kerak, yana ham boshqa farzandlar uchun imkoniyati kengroq bo'ladigan davlatlarga ketish kerak. Oliy maoshlar haqida ham gapirib keta olasizmi? O'zbekistonliklar tomonidan jinoyat darajasi Koreyada qonun buzish darajasi eng yuqori. Bitta xalq bo'lgani uchun bu boshqaruv tizimida chet ellikni misol uchun hokim qilishi men misol uchun tasavvur qila olmayman. Ko'p savol berishadi bizga, ayoling karismi yoki o'zbekmi deb. Chunki koreyslarga uylangan o'zbeklar ham adashmasam ko'pda Koreyada, to'g'rimi? Koreya bu qandaydir bir ko'l, uni ichida o'zimni yog'dek his qilaman, suvga yog' aralashmagandek. Migratsiya bu shunchaki chet elga borib pul topish emas. Bu qaror, tavakkal, sog'inch, bosim va har kuni o'zingni, kimligingni qayta isbotlash degani. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz Koreyani imkoniyatlar mamlakati deb biladi. Rivojlangan davlat, yorqin shaharlar, yuqori maosh, tartib, intizom. Ammo shu imkoniyatlarning ortidan nimalar yashirin? Qanday bosimlar, qurbonliklar, yo'qotishlar bor? Bu haqda 20 yildan beri Koreyada yashayotgan yurtdoshimiz bilan ochiqchasiga suhbatlashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz tadbirkor, 2 farzandning otasi Qobiljon Mirzayev. Assalomu alaykum Qobiljon aka. Intervyuga rozilik berganingiz uchun kattakon rahmat. Suhbatimiz avvalida o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Va alaykum assalom, Xonzoda begim. Shunaqangi intervyuga chaqirganingiz uchun rahmat. Qo'limdan kelgancha savollaringizga javob berishga harakat qilaman. O'zim to'g'rimda aytadigan bo'lsam, ismim Qobiljon Mirzayev, O'zbekistonni Andijondanman. Koreyaga kelganimga Xudo xolasa mana 20 yildan ozgina oshdi. Nimalar bilan shug'ullanasiz? Hozirgi vaqtda Koreyada o'zimni tarjima ofisim bor. Hozir ofisimdan o'tirib gaplashyapman siz bilan. Ko'proq o'sha Koreyadan O'zbekistonga ketadigan hujjatlarni tarjima qilib, uni tasdiqlash ishlari bilan shug'ullanaman va ba'zan O'zbekistondan Koreyaga keladigan hujjatlarni ham o'sha tasdiqlash ishlari bilan shug'ullanaman. Adashmasam 2006-yilda Koreyaga ketgansiz. O'sha paytlari nazarimda mamlakatimizda unaqa chetga ketishlar, o'qishlar ommaviy emas edi. Sizni Koreyani tanlashingizga, o'qishga ketishingizga nima sabab bo'lgan? Avvalo 2002-yilda men o'sha Toshkentdagi jahon iqtisodiyoti va diplomatiya o'qishiga kirganman. Keyin 2003-yildan boshlab ikkinchi kursdan bizdan birinchi tilimiz ingliz tili bo'lgan, ikkinchi tilni tanlash majburiy bo'lgan. Shu 10 tacha tilni ichidan men koreys tilini tanlaganman. Koreys tilini nima uchun tanlaganimni bir balkim koreyskiy seriallar sabab bo'lgan bo'lishi ham mumkin. O'sha vaqt yosh bo'lganmiz. Keyin shu 2003-yil koreys tilini o'rganishni boshlab, mana 2006-yil O'zbekistondagi o'qishimni Koreyaga ko'chirganman. Aniqrog'i birinchi Koreyaga kelganimda koreys tili kursini 1 yil o'qib, keyin O'zbekistondagi o'qishimni Koreyaga ko'chirib, bu yerdan bakalavrni 3-kursdan boshlab bu yerda bakalavrimni tamomlaganman. Qanday bo'lgan Koreyaga borish, ilk ko'nikish, moslashish jarayonlari? Shular haqida ham ozgina gapirib bering. Albatta 2006-yil o'sha qish oyida kelganman, juda ham sovuq vaqtida kelganman. Kelib o'sha til kursiga kelganman. Meni koreys tanishlarim bo'lgan Koreyada, juda katta yordam berishgan moslashishimga. Bu yerda birorta o'zbek tanishim bo'lmagan atrofimda. Bo'lgan, sal uzoqroqda bo'lgan, o'qishlar bilan 1-2 kishi bo'lgan. Ular bilan keyin bir 3-4 oydan keyin topishganman. Boshida bir faqat o'sha atrofimdagilar ham chet ellik bo'lgan, koreyslar bo'lgan. Keyinchalik yillar davomida mana keng miqyosda o'zbek o'sha aholisini, studentlar aholisini ko'payishi 2015-yildan keyin ancha ko'payib, endi hozir qayerga bormang, hamma joyda o'zbekni osonlikcha uchratishingiz mumkin. Endi u vaqtlarda o'zbeklar juda ham kam bo'lgan. Ko'pchilik o'qishni bitirgandan keyin qaytadi bu yoqqa, ota-onasi so'raydi qaytishini.
Kimdir magistratura o'qiydi, kimdir oilasi bilan u yoqda qoladi. Sizda qanaqa bo'lgan bu jarayon? Ha, menda o'sha 2006-yilda kelib 1 yil koreys tilini kursini o'qib, 2007-yilda bakalavrga o'qishimni, Toshkentdagi o'qishimni ko'chirganman. U yerda 3-kursdan boshlab o'sha 2010-yilda o'qishimni tamomlab Avstraliyaga ketganman. Koreyani polniy tashlab ketganman. Vatanga qaytmaganman. Yana ham bir yaxshiroq davlatni bir ko'ray deb. Avstraliyaga borib, o'sha sayohat vizasi bilan borib, u yerda bir 3 oycha yashab, keyin undan keyin yana Koreya o'zini meni o'ziga tortgan. Keyin yana Koreyaga kelib, shu yerda yana magistraturani o'qib, ishlab, endi hozir oilam shu yerda, endi bolalarni maktabda endi shu yerda polniy endi hayotimizni bog'lab, endi shuncha yil o'tib ketganini bilmay qoldik. Qaysi yo'nalishda o'qigansiz? Qayerda ishlagansiz? Bakalavrdagi yo'nalishim meniki xalqaro munosabatlar bo'lgan. Albatta studentlik davomida o'sha individualniy koreyslarga ingliz tilidan dars berganman. Meni asosiy hozirgi faoliyatim ham ana shu sayohat firmasida ishlashimdan boshlangan. Biznesni boshlashingizga nima turtki bo'lgan? Albatta men undan oldin koreyskiy kompaniyalarda ishlaganman. O'sha rasmiy ham ishlaganman, yarim stavka emas, full time ham ishlaganman. Shunda koreyslar bilan ishlab ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Misol uchun koreys boshlig'ingiz bitta gapni gapirsa, siz avtomatik 10 ta narsani tushunishingiz kerak. Ba'zida siz aytgan narsasini o'zini qilsangiz ham sizdan qanaqadir oxiri natijani ko'rsatganda qanaqadir salbiy javob eshitishingiz mumkin. Yo'q, buni ham bunday qilishing kerak, buni ham bunday qilishing kerak deydi. Siz har doim ular kutganchalik qilolmaysiz. Endi albatta hozir yaxshiroq qilib tushuntiryapman. Ko'pincha u qanaqadir insonga siz o'zingiz ishingizni qilgan natijangizni har doim salbiy baho olishingiz motivatsiyasini tushiradi-ku. Shuning uchun men keyin o'ylaganman, demak, meni o'zimni ichki farovonligimni sifatini oshirishim uchun iloji boricha o'zim xususiy tadbirkorlik bilan yoki o'zimni firmamni ochish, shunday bir ishlarni qilsam, men ko'proq qalban erkinroq bo'laman, stressdan xoli bo'laman degan narsa menga motivatsiya bergan. Faoliyatingiz davomida, umuman hayotingiz davomida, Koreyadagi hayotingiz davomida siz qilgan eng yaxshi investitsiya nima bo'lgan va eng yomon qaror, moliyaviy qaror qaysi bo'lgan? Shu haqida gapirib bersangiz. Investitsiya, men ko'proq o'zim sayohatni yaxshi ko'raman. Juda ko'p davlatlarda 25 tacha davlatda sayohat qilganman. O'sha sayohatimni juda ham ko'p qilib, misol uchun pulga bundoq bitsangiz juda ham ko'p pul ishlatganligimni ba'zida men o'zim o'ylayman. Ko'p narsani menimcha yo'qotdim deb o'ylayman. Lekin uni qanaqadir o'zimni dunyoqarashimni, hozirgi holatimdagi dunyoqarashimni o'sishiga moliyaviy tomondan meni ko'p pul yo'qotgan bo'lsam ham, lekin qanaqadir dunyoqarashimni oshishiga yordam bergan deb o'ylayman. Shu menimcha qilgan sayohatlarimni afsuslanmayman, lekin atrofimdagilar, uydagilar undan ko'ra yo'q qilsang bo'lardi deb shunaqa gaplar gapirishadi, lekin yo'q, hali ham afsuslanmayman. Bu investitsiyami yoki yo'qotilgan pulmi? Noto'g'ri qarormi? Meni nazarimda yaqingacha ba'zida menda ham ikkita odam bo'ladi, ba'zida yo'q. Sen shuni o'rniga ko'proq boshqa narsa qilsang bo'ladi, boshqa joyga o'sha sayohat uchun pullaringni boshqa joyga tiksang bo'lardi deb ichimdagi bittasi bor. Yana ikkinchi qismi o'zimga tasalli beradi, yo'q, sen ayni hozir yaxshi qilding, aylanib olding dunyoni, bu dunyoqarashing ham o'sishiga menimcha yordam bergan, bunga ijobiy qara. Agar yoshing mana hozir biz bolalarimiz mana katta bo'lyapti, endi ularni o'qishiga, pul boshqasiga, endi bundan buyog'iga ham bemalol menda erkinlik yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi osonlikcha yurga berga davlatga sayohat qilish sal qiyinroq bo'ladi. Moliyaviy noto'g'ri qarorchi. 2010-yilda men agar o'sha Koreyaga qaytib kelmaganimda, o'sha davlatda qolganimda, farzandlarim o'sha yerda katta, u yerda endi ko'proq xalqaro muhit, ko'p millatli aholilar ko'p va siz boshqacha bo'lsangiz ham siz o'zini jamiyatiga qabul qiladigan davlat. Koreyaga nisbatan. Koreyaga nisbatan.
Shuning uchun mana endi hozir har tomonlama mana bog'lanib qoldik Koreyaga. Endi hozir haliyam haliyam kech bo'lmasa kerak. Niyat yo'q emas, Xudo xolasa 2-3 yildan keyin yanayam o'zini jamiyatiga qabul qiladigan davlatlarga, misol uchun Avstraliyami, Yangi Zelandiyami, Kanadami, Amerikami fikrim yo'q emas ko'chib ketish oylari. Demak, mana 20 yil umringiz o'tdi-da Koreyada. Demak, haliyam o'zingizni mehmondek his qilasizmi? Men o'zim qanday his qilaman aytaymi? Koreya bu qandaydir bir ko'l, uni ichida o'zimni yog'idek his qilaman, suvga yog' aralashmagandek. Ming harakat qilsangiz ham, haligi qoshiqda bunaqa qilsangiz ham o'zi yakka Aralashmaydi, turaveradi-ku, birlashib ketadi. aralashmaydi. Xuddi o'shanday his qilaman. Unda nima sizni shuncha yil ushlab turibdi shu yerda? Bu savolni o'zimga ham ko'p beraman. Ko'pincha qulaylik bo'lsa kerak. Koreyada hamma narsa siz kutgandek harakatlanadi, siz kutgandek sistema ham hamma narsa siz kutgandek bo'ladi. Tartib, Aa, intizom. Tartib, intizom va bilsangiz Koreya bir xil millatli davlat-ku, koreyslar. Nimaga o'xshataman? Endi robotga o'xshatishim noto'g'ri bo'lishi mumkin. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, bir xil programmalashgan jamiyat. Bu yerda ichida chet ellik bo'lib, agar aralasha olmasangiz ham ularning ichiga, lekin iste'molchi sifatida ularning ichida yashash judayam haligi sifati yaxshi deylikmi, ishlaringiz tez bitadi. Prosta ularni o'sha tartibini o'rganib olsangiz bo'ldi. Ularning ichida o'sha qulaylikdan foydalanib yashasangiz bo'ladi. Balkim ba'zida o'ylayman, ularni jamiyatiga balkim o'sha suvdagi yog' bo'lib aralashmaydigan bo'lib yashash ham buni o'zi aksincha hayotda sifati bo'lsa bo'lishi ham mumkin. Sababi ularni jamiyatini ichiga kirsangiz, o'zlariga xos bo'lgan stresslari, misol uchun juda ham ko'p. O'sha stresslarni bir qismi bo'lib, o'shalar bilan birga yashash kerak bo'lib qoladi ba'zida. Yog' bo'lib yashash ham balkim qulay bo'lishi mumkin, aralashmas bo'lib. Meni nazarimda bu o'zlikni saqlashga ham o'xshaydi. O'zlikni saqlash desa ham bo'ladi balki. Shunday albatta. Juda ko'p jihatdan Koreya bizdan farq qiladi-da baribir. Shu yerda o'zlikni saqlab qolish siz uchun qanday kechgan? Chetga chiqqaningizdan keyin qanaqadir xuddi siz ozodlikka chiqqandek his qilasiz. Go'yo o'zingizni haligi tergab turadigan odam yo'q. Siz o'zligingizdan sal yiroqlashgan bo'lasiz, qadriyatdan yiroqlashgan bo'lasiz. Oldingizda ota-onangiz yo'q, kattalar yo'q, mahalla yo'q. Keyin shunday qilib aylanib yurasiz. Yillar o'tadi, oxiri keyin o'zingizni yana chalg'igan davr deylik buni. Endi ko'pchilik bilmadim, menda shunaqa kechgan, kelganimda o'zbeklar kam bo'lgan, faqat o'sha koreyslar bilan ko'proq munosabatda bo'lganman. O'rtoqlarim koreys bo'lgan. Keyin yana baribir o'zimizni qadriyatlar o'sha bo'yicha yoshingiz o'tgan sari yana qaytasiz ekan. Mana oilali bo'lganingizdan keyin o'zingizni qadriyatlaringiz ham qanchalik u muhim ekanligini tushunib yetasiz. Farzandlaringizga ham xuddi biz O'zbekistondagi ota-onamiz o'sha talab qilgan singari, o'rgatgan singari biz ham bolalarimiz endi mana chetda yashayapti. Endi ularni yashayotgan muhiti, u ummon deylik, bizni oilamiz ko'l bo'lishi mumkin. Endi ularni ummonni ichidagi harakatini, ta'sirini bizni ko'lchamizni, oilamiz ichidagi bu qanchalik ta'sir qilamiz ularni ayni bizni qadriyatimizga xos qilib tarbiyalashdi. Hali to'g'risi tajribadan o'tganim yo'q. Bizdan oldin kelgan misol uchun o'zbek oilalari yo'q, nima bo'ldi endi natija to'g'risida gaplashaylik degan. Ko'proq o'zimizni birinchi avlod deb tushunaman Koreyadagi eskilardan kelgan. Mana endi bolalarni o'zimiz kelyapmiz, katta qilyapmiz. Endi ular maktabda o'qiyapti. Qadriyatlar borasida qanaqa bir voyaga yetgan inson bo'lib, qanaqa ko'rinishda bo'ladi u inson deganda endi biz ko'proq tajribamizdan gapirib berishimiz mumkin. Bizdan oldin kelgan odamlar yo'q maslahat oladigan bo'lsak. Hozir oila haqida so'z ochib qoldingiz, keling. Oilangiz haqida gaplashaylik. Ozgina gapirib bering. Nechta farzandingiz bor? Ularning yoshlari, umuman ayolingiz agar mumkin bo'lsa, oilangiz haqida gapirib bering. Biz oilamizda 4 kishimiz. Ayolim va 2ta farzandim. Katta farzandim 4-sinfga o'tadi keyingi oydan. Kichkina farzandim 2-sinfga o'tadi. Ayolim o'zbek. Alohida ta'kidlab qo'ydik shu joyini. Koreyada oila qurgan qizlar, oilasi bilan yashayotganlar, erim o'zbek deb qo'yadi-da. Siz ham shunga qarab ayolim o'zbek deb qo'ydingiz. Chunki ko'p savol berishadi bizga. Ayoling koreysmi yoki o'zbekmi? Chunki koreyslarga uylangan o'zbeklar ham adashmasam ko'p-da Koreyada, to'g'rimi?
Shunday, hozir ko'proq asosan ayollarimiz tashkil qiladi. И o'zbeklarimizni ham soni ham oshib bormoqda. Oilada muhit qanaqa? O'zbekcha muhitmi yoki koreyscha muhitmi? Ular bilan qaysi tilda gaplashasiz? Qanaqa munosabatda bo'lasiz? Shu haqida ham gapirib bersangiz. Biz oilada farzandlarimiz bilan o'zbekcha gapiramiz. Mhm. A, Ba'zan jiddiy suhbatlar bo'ladigan bo'lsa, karscha gapiramiz. Savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun endi jiddiy masalalar bo'yicha karscha gapirasiz deb. Chunki ular uchun qulay til baribir karis tili. O'zbekcha gapiramiz, baribir ular karischa qaytaradi. Menimcha ko'p o'zbek oilalarida shunaqa bo'lsa kerak. Endi farzandlarimiz bog'chani ham koreyskiy bog'chaga borgan, maktabda ham hozir karis maktabiga boradi. Shuning uchun baribir ularga karis tili qiziq. Endi jiddiy masalalarda ba'zida karischa gapiramiz. Sababi ular tushunadigan tilda gapirsangiz baribir tezroq yetib boradi-ku. Ularni chet elda, madaniyatlari boshqa mamlakatda tarbiyalash qanchalar qiyin? Misol uchun bizni o'zbek madaniyatida ko'pincha kattalar gapirsa, nasihatini yoki gapini biz so'roqqa tutmaymiz. Xo'p deymiz. Faqat biz endi mana bolalar katta bo'lgan sari ba'zida biz unday qilma, bunday qilsam nimaga degan savollar beradi. Imkoni boricha javob berishga harakat qilaman. Ba'zan aniq savollarga tutadi. Ba'zida biz uchun yangilik ularda, chunki birinchi bor misol uchun o'zimni ichimda o'zbek madaniyat tarbiyasini o'zim qabul qilganman. Faqatgina bolalar menga qiladigan o'sha munosabatida ozgina haligi shok emasu, bir nima ekan deb turib shoshib qolib o'ylanib qoladigan vaqtlari bo'ladi. Endi u vaqtda sekin qanaqa yo'l tutish kerak deb o'ylashga majbur bo'laman. Agar O'zbekistonda bo'lganda bizda balkim bola atrofida o'rgangan bo'ladi. Savolga tutmas, balkim yoshi katta odamlar bo'lganda xo'p deyish kerak degan narsa bor. Baribir koreys madaniyati singib boradida bola ulg'aygani sari. Shunday. Xorijda yashaydigan ota-onalarda aksarida shunaqa fikr bor. Bolalar katta bo'lgani sari olib ketish kerak deyishadi. Nima deydi, o'zimiz O'zbekistonga olib ketish kerak. Ertaga ularni boshqarish qiyin bo'lib qoladi, boshqarolmay qolamiz, o'sha madaniyatga kirishib ketib qoladi, bizni gapimizga quloq solmay qo'yadi degan qarash bor. Shuning uchun farzandlari ozgina ulg'ayib, ozgina aqlan tanishi bilan olib ketishga harakat qilishadi-da o'zini vataniga. Koreyada ham bir nechta tanishlarimda shunaqa bo'ldi. Qizlari ulg'aygani sari olib ketganim yaxshimikan deb keyin ayoli bilan ozgina o'sha munozara bo'lgan. Ayoli aytgan, "Yo'q, Koreyada o'qish zo'r. Zo'r tillarni o'rganadi, 2-3 ta tilni bemalol o'zi o'rganib, ilm zo'r, yaxshi o'qiydi, intizomga o'rganadi. Lekin yana bitta minus tarafi shu koreyslashib ketadi-da endi, oddiy tilda aytganda. Shuning uchun ketganimiz yaxshimikin, ya'ni ishini, hamma narsasini tashlab qaytish haqida ko'p o'ylashadi. Qaytganlar ham bor. Va sizni bu borada fikringiz qanaqa? Siz ham balki qaytishni rejalashtiryapsizmi yoki yo'q, men o'zimni berayotgan tarbiyamga ishonaman yoki bu borada qanaqadir sizni qarashlaringiz bormi? Shu haqida gapirib bering. Meni uzr, biz an'anaviy qarashdan ozgina farq qilishi mumkin. Balkim bir xil qarashli odamlar ham bo'lishi mumkin. O'zimizni o'zbek milliy qadriyatlarimizga qaytadigan bo'lsak, u juda ham muhim deb o'ylayman. Misol uchun diniy qarashlari, milliy qadriyatlari, chunki u moralniy kompas deydimi, o'sha axloqiy jihatdan odam o'zini yo'qotib qo'yganda o'sha yo'nalishini topa olishi uchun bizning milliy qadriyatlarimiz, dinimiz balkim o'sha yo'nalishini topishda yordam beradi. Lekin o'zim farzandimni ham milliyligini saqlab qolgan holda va xalqaro muhit va madaniyat o'rtasidagi muvozanatni saqlagan holda tarbiyani berish ko'proq istagidaman. Biz o'zimizni qadriyatlarimizni maydon deb o'ylaydigan bo'lsak, ana shu maydonda o'zini o'zagini saqlab qolgan holda shuni yangi madaniyatlarni ichida endi doimiy bo'lmasa ham vaqtincha borib yursa menimcha yomon emas deb o'ylayman, shaxsan xususan. Mening farzandlarim hozirda o'sha kattadan mana 4-sinfga o'tadi. Ayni hozir vaqtda yetib keldi deb o'ylayman. O'sha migrantlar uchun kengroq imkoniyatlarni yaratadigan davlatlar Koreyaga nisbatan, misol uchun Avstraliyani, Kanadani, Amerikaga o'xshagan. Mana shunday davlatlarga olib borib o'qitish niyatim bor. Demak, Koreyadan ketishni rejalashtirib turibsiz, a? Shunday.
Buni orqasida bir nechta sabablari bor. Koreyada o'ziga mana ma'lum a, ijtimoiy normalar judayam ko'p. Jamiyat sizdan inson sifatida mana bu holatda mana bunday o'zingni tutishing kerak. Mana bu holatda mana bunday o'zingni tutishing kerak. Ish joyida, bog'chada, maktabda, o'qishda, hamma joyda shunday bir sonini cheki yo'q. Bu jamiyatni ichida inson o'zini erkin tutib yurishi judayam qiyin. Ijtimoiy normalar ayniqsa ko'pligi farzandlarni, yoshlarni ayniqsa bog'cha yoshidagilarni erkin katta bo'lishiga sal to'sqinlik, bolacha o'ynab katta bo'lishiga to'sqinlik qiladi deb o'ylayman. Bir bo'lgan voqeani sizga aytaman. Endi farzandimizni bog'chaga jo'natdik. Ko'proq ayolim bog'chaga olib borib olib keladi. Har kuni ayolim aytadi. Bog'cha opasi o'sha olayotgan vaqtimda farzandim bugun u qildi, bu qildi, bu gapga eshitmadi, unaqa qildi, bu tartibga qilmadi. Har kuni mana shunday salbiy baholash farzandim to'g'risida shunday qilaveradi. Oxiri o'zim borishga qaror qildim. Borib bog'cha opasiga aytdi. Ayolim har doim kelganda bolani kamchiliklarini aytyapsan ekan. To'g'risi men farzandimni o'zimiz ishda bo'lganligimiz uchun shu yerda vaqt o'tib o'rtoqlar bilan o'ynash uchun sizlarga beryapmiz. Lekin sizlar nimani bolamdan ko'p narsani talab qilyapsizlar. Deb meni bolamga u qilma, bu qilma, bu qilma, u qilma deb turib aytadigan bo'lsalaringiz, u bolam har bitta misol uchun sizlar berayotgan o'sha negativ otsinka deylik. O'sha negativ otsinka Bahona. u bolani o'ziga ishonchini o'ziga tushirib qo'ymaydimi bolani? Deb shunaqa bir ozgina shikoyat tarzida aytganimda aytgan, yo'q bu Koreya. Koreyani mana shunaqa normalariga yaxshi hozir bog'chadan amal qilsa, maktabga o'sha tayyor kadr bo'lib yetishadi. Shuning uchun iloji yo'q biz shu Koreya jamiyati bo'lgandan keyin shu narsalarga amal qilishi shart payt. Xo'p, mayli unisiga ko'ndik. Maktabga kirdi, maktabida yaxshi. Faqatgina bilasiz ko'proq ularni ta'lim sistemasi boshlang'ich, o'rta, yuqori hammasi baland ball olishga asoslangan. O'sha davlat imtihoni topshirib 11-sinfni bitirgandan keyin o'sha yaxshi o'qishlarga kirish uchun hamma e'tibor o'shanga qaratiladi. Maktab yoshidan har bir o'quvchi, boshlang'ich sinf o'quvchisi 2 ta, 3 ta yoki 4 ta har bir maktabdan keyingi kurslarga boradi. O'sha o'rta, yuqori sinf maktablarida ham bolalar mana Koreyada dunyoda eng ko'p o'sha akademik jihatdan dars tayyorlash, o'qish ular bo'yicha karaslar yuqori o'rinda turadi. Bularning hammasi faqatgina kim yuqori ball oldi, kim past ball oldi. Faqat shu narsaga yo'naltirilgan. Faqatgina matematik jihatdan bunga qo'shsa buncha bo'ladi, uni qo'shsa buncha bo'ladi deb faqatgina mana shunaqa ballga asoslangan jamiyatda bola stress ham oladi, ijodkorligi ham pasayadi. O'shuning uchun bu ta'lim sistemasini bundoq qarasangiz boshlang'ichdan to o'sha yuqori sinfgacha faqatgina plus-minus qo'shiladi. Buni mana 5 yildan keyin mana hozir ham AI bemalol qilyapti. Davlatda birorta yangi model kashfiyot qilishingiz uchun AI qiladigan narsa emas. Ijodiy fikrlash, tanqidiy fikrlashga o'xshagan narsalar kerak bo'lgan. Agar bolani erkin fikrlashi chegaralansa, bu joylarda kashfiyot bo'lmaydi. O'shuning uchun bolalar yoshlikdan o'zini fikrini erkin aytib, agar xato gapirsa ham yomon o'qimasdan erkin qo'yib berib shunaqa jamiyat bo'lsa, bolani ham ruhiy salomatligi ham yaxshi. Karyera jihatdan ham rivojlanishi uchun foydali bo'lganligi uchun endi Koreyani ozgina o'sha ta'lim sistemasidagi Tushunarli. Shaxsiy masaladada endi bu savolim, xorijda yashash shaxsiy munosabatlarga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Er-xotin naborot bir-biri bilan inoq bo'lib ketadi deb o'ylayman. Misol uchun bu xorij o'zi bir ummon deb o'ylaydigan bo'lsak, sayohatga chiqqan kichkina bir qayiqcha deb o'ylayman. U qayiqchada misol uchun O'zbekistonda bo'lsangiz ko'proq boshqaruv sizda bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'noda yo'nalish berish, ishlatish, boshqasi qayoqda oldiga, misol uchun jismonan harakatlantirish. Chetga chiqqaningizda ko'pincha ayolingiz bilan o'sha qayiqni birga boshqarasiz. Albatta jismoniy jihatdan ayolingizni ishga qo'yadi degani emas. Misol uchun maslahat tomonida iloji yo'q so'raydigan boshqa ko'proq haligi o'zimizni milliy bir o'zbek
erkaklarni g'ururi bo'ladi-ku, ana shundan sal ko'proq ayolga nisbatan o'rtoqlik o'sha darajasi shu oshib borar ekan. Fikringizga qo'shilaman. Haqiqatdan ham menimcha akasiyam, opasiyam, bir-biriga do'stam, sirdosham, maslahatgo'yam, ba'zida tanqidchiyam bir-biriga bo'ladi-da er-xotin. Shuning uchun ham haqiqatdan munosabatlarda yanada isisa kerak deb o'ylayman. Xorijdagi hayot, alohida hayot va farzandlar bilan birga bo'lgan hayot yanada er-xotinni bir-biriga yaqinlashtiradi deb hisoblayman men ham. Qobiljon aka, endi siz bilan shu migratsiyaga oid savollarimni bersam, bu vatandoshlarimiz uchun juda ham muhim bo'ladi deb o'ylayman. Mana 20 yillik faoliyatingiz davomida kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Koreyada chindan ham pul topish osonmi? Yo bu shunchaki uydirma gaplarmi? Men pul topish osondan ko'ra ish topish oson deb aytgan bo'laman. Ko'proq ishni turini noprofessional turdagi ishlarga aytgan bo'lardim. Qora Lekin, ishlar endi. Oddiy tilda qora aytganda qora ishlar. Ha. shunday. Lekin rasmiy ishlar kam. Sababi o'sha qora ishlar deydigan bo'lsak, ko'pligini sababi hozir karislarda mana xabaringiz bor, o'qimishlilik darajasi karislarda judayam yuqori. Misol uchun mana 2025-yil adashmasam 400 mingga yaqin yuqori sinf maktab o'quvchisi bitirgan. Shularni 75% ga yaqini universitetlarga kirgan. Ya'ni oliy ma'lumot dunyoda birinchi o'rinda turadi o'sha karislarda oliy ma'lumotli darajasida. Endi bu nimani bildirishi mumkin? Bu oliy ma'lumotli bu shaxslar qora ishlarni qilgisi kelmaydi. O'qishni bitirgandan keyin keyingi yil ish topolmasa, undan keyingi yil ish toparmanda faqat o'qishadi. Oylik maoshlar haqida ham gapirib keta olasizmi? Bu yerda hozircha soatiga eng kam ish oylik haqi 10 ming won koreyskiy bo'lmagancha dollarda $7 bo'lsa kerak. Shunaqa Seulda nisbatan oyliklar ko'proq, umumiy boshqa viloyatlarga nisbatan 13% ko'proq ko'pchilik o'sha Seulga kelib ishlashni ishlashga harakat qilsa ko'chib ketish yoki ishlashadi. Umuman olganda shu oyliklari o'zimizni dollarda aytadigan bo'lsak, menimcha eng kamida shu $2000 topsa bo'ladi oyiga. Yaxshi joylarda ishlaganlar-a? Yaxshi yo'q. Eng kami $2000. Aha, eng kami. Yaxshi joyda ishlaydiganlar yog'i $2500 dan tepasi. Endi yaxshi emasmi o'rtacha. Mana hozir siz faoliyatingiz, asosiy faoliyatingiz tarjima, o'sha notarius xizmatlari ekan va o'zbeklar bilan juda ko'p ishlaysiz. Migrantlar bilan ham ishlaysiz. Nafaqat yaxshi ishda ishlaydigan, balki o'sha oddiy ishlarda ishlaydigan yurtdoshlarimiz bilan ham ishlaysiz. Va nima deb o'ylaysiz? O'zbek migrantlarini qilayotgan eng katta xatosi nima? Yaqinda bir statistikani o'qib qoldim. Chet el fuqarolarini foiziga nisbatan o'zbekistonliklar tomonidan jinoyat darajasi Koreyada qonun buzish darajasi eng yuqori. Hozir Koreya ko'proq o'sha saralab olishda qanaqadir muammolar borini bilmadim-ku, lekin to'g'ri jinoyatlar juda ham hozir ko'paymoqda. Nima deb o'ylaysiz? Mana migrantlar juda ham ko'p-da bizda. Rossiyada adashmasam 1 millionga yaqin migrant bor, yana boshqa mamlakatlarda ham ishlaydi. O'zbeklar Koreyaga borish kerak deb o'ylaysizmi? Ishlash uchun. Albatta, Koreyaga kelsa bo'ladi. Misol uchun Rossiyani mana Rossiyaga taqqoslaydigan bo'lsak, Koreyaga kelish bu Rossiyaga nisbatan olib qarasam, men eshitganim ko'proq gostinitsaga kelib turib bir sayohatga kelgan deb bir aytishi mumkin-da. Chunki birinchidan bu yoqda sharoitlar yaxshi. O'sha va keyin bu yerda narsalar nima desam bo'ladi, xavfsizlik, misol uchun insonni unaqa tahqirlash, unaqa narsa unaqa yuqori emas. Shuning uchun xavfsizlik jihatidan albatta agar kim kelmoqchi bo'lsa, yosh bo'lsa albatta keling degan bo'lardim. Sababi Koreyani har doim misol uchun menga o'xshab 20 yil yashashni maslahat bermayman. Koreyani yanayam yaxshiroq muhitga ko'chish uchun ko'prik sifatida foydalanish uchun eng zo'r joy deb o'ylayman. Chunki bu yerda ham ishlab turib topgan pulingizga ham o'zingizni rivojlanish uchun sarflasangiz ham bo'ladigan va o'qishingizga ham o'sha vaqt ajratib
ya'ni topgan pulingiz ham o'qishingizga ham o'zingizni rivojlanishingiz ham uchun ham yetadigan darajada puldan topsa bo'ladi dedi. Lekin yaxshiroq davlatlarga misol uchun bu yoqda bakalavr o'qib magistraturani misol uchun chetda ya'ni migrantlar uchun yana ham kengroq imkoniyatlar bor bo'lgan davlatlarga borib yashashni misol uchun Hozir aytib o'tdingiz, suhbatimiz avvalida shu qora ishlar ham qilgansiz vaqtida, haligi yaxshi ishlarga joylashishdan oldin. Umuman og'irligini ham, yengilini ham ko'rgansiz-da Koreyada migratsiyasini. Nima deb o'ylaysiz, Koreyada muvaffaqiyat qozonish uchun, yaxshi ishlash uchun, yaxshi daromad qilish nimaga bog'liq? Mehnatga, omadga yo bilimga, nimaga bog'liq? aytadiku hamma narsa albatta harakatga bog'liq. Harakat plyus omad ham deyman men. Avval vaqt, timing, vaqt. Agar o'zini plani, aniq plani bo'lsa, rejasi bo'yicha o'qib, ko'zni oldidagi misol uchun pulga uchmasdan o'sha planni sal uzoqroq qo'yib maqsadni o'sha yo'l bo'yicha yaxshi harakat qilsa, albatta men har doim o'qishni birinchi o'ringa qo'yaman. Kim bo'lsa ham birinchi o'qib, ma'lumotini oliy qilib, keyin o'sha ishlab, keyin albatta o'zini alohida o'sha xususiy tadbirkorlik bo'yicha o'zini urib qilishga misol uchun sharoitlar yaxshi. O'zizga bog'liq savol. 20 yillik Koreyadagi hayotingiz davomida nima topdingiz-u, nima yo'qotdingiz? Umrimni yo'qotdim deb aytaman. Lekin xalqaro muhitda o'sha ko'proq tajriba orttirdim deb aytaman. Koreyada endi shundoq ham aniq umrda yashaysiz, umr o'tadi. Albatta balkim hali yana nimalarni yo'qotdim deb o'ylash uchun balkim hali yetmayotgandir qanaqadir tajribamu yana balkim 10 yildan keyin yana javobim boshqacha bo'lishi mumkin. Hozirgi holatda shu ota-onam oldidan ancha yiroqdan yashab, shu ko'proq qarindoshlarimizdan yiroqda yashash ba'zida shu minus tomon bo'laydi. Koreyaga kelganingizdan afsuslanasizmi? To'g'risi afsuslanmayman. Kelganimdan afsuslanmayman, lekin qolganimdan afsuslanaman deb aytishim sal noto'g'ri-yu. Ketish kerak yana ham boshqa o'sha farzandlar uchun imkoniyati kengroq bo'ladigan davlatlarga ketish kerak. Javoblaringizdan kelib chiqib bildim. Demak, siz kelajagingizni Koreyada ko'rmaysiz-a? Shunday. Men kelajagimni Koreyada ko'rmaslikka kimga sabab bo'lgan bir narsa sabab qilib o'zimga savol berganman. Qobil, farzandlaring mana Koreya maktabida o'qiyapti. Ertadan keyin bitirib, katta bo'lib, Koreyani hokimi bo'la oladi deb o'ylaysanmi degan savolni men o'zimga berganman. Keyin javobni tez olganman. Yo'q, mumkin emas. Hozirgi holatda ham mumkin emas. Men uchun 10 yildan keyin ham menimcha men Koreya migrantlarini qabul qilib, turli xil madaniyatlarni qabul qiladigan darajaga kelsak ham baribir bitta xalq bo'lganligi uchun bu boshqaruv tizimida chet ellikni misol uchun hokim qilishni men misol uchun tasavvur qila olmayman. Karaslarni o'zi 100 barobar tasavvur qila olmaydi. Shuning uchun demak meni farzandlarimni o'zi karas bo'lib katta bo'lyapti misol uchun tilton. Ertadan keyin o'zini yurti deb agar his qiladigan bo'lsa, imkoniyatlarni chegaralanganligini ertadan keyin shundoq bilib qolsa, misol uchun Koreyada xabaringiz bormi yo'qmi, agar bolnitsalarga borsangiz, birorta chet ellik shifokorni ko'rganmisiz, nimaga yarasiz? Adashmasam men ko'rmaganman. Xuddi shunday bolam shifokor bo'laman desa-chi, hatto misol uchun katta bolnitsalarda shifokor bo'lishini ham men tasavvur qilaman. O'zini xalqi ham chet ellik shifokor bo'lishini tasavvur qilaman. Ertadan keyin bolalarim katta bo'lib, qanaqadir imkoniyatlar teng hammaga berilganda ular chet elligi sabab ana shu imkoniyatdan chegaralanganligini ko'rgan vaqtda Ajratilganida ota-onamni qarori xato bo'lgan ekan degan narsani o'sha vaqtda misol uchun men aytsam o'zimni kechira olmasam kerak mumkin. Imkoniyatlar yana ham kengroq bo'lgan joylarga ketishi. mana endi ko'zimga ko'rina boshladi. Endi boshqalar qanaqa o'ylab bilmadim. Bolalaringiz ketish xohlamasachi? U narsa ham bor. Misol uchun hozir men so'radim, yaqinda so'raganim. Koreyaga borib yashashni tasavvur qila olasanmi? O'rtalaring o'sha turli xil davlatdan kelgan bo'ladi, ingliz tilida gapirasan. Desam, menga Koreya yoqadi, Koreya yaxshi. Xo'p, mayli biz aylangani ketamiz, yoqib qolsa o'sha yoqda qolamiz. Keyin qaytib kelaveramiz Koreyaga. Desam, ha, unda yaxshi deb aytishdi. O'sha menga shu narsa ma'lumki, o'sha farzandlarim uchun endi mana shu muhit ular uchun qulay.
Lekin shunday bo'lsa ham haliyam yosh bo'lganligi uchun qancha tez borib tezroq moslashsa katta bo'lgungacha bemalol o'sha madaniyatni ham tilni ham tezroq o'rganib oladi. Qobiljon aka, vaqtingizni ajratib, intervyu berganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Kelgusi ishlaringizga omad. Rahmat, sog' bo'ling.